Assalomu alaykum do'stlar. Qo'qon bozorda. Bu bozor chorshanba kuni kechqurun, seshanba kuni kechqurun, shanba kuni kechqurun boshlayapti. Endi dushanba kuni kechqurun do'stlar, asosiy o'sha chorshanba, shanba kechqurun bo'lyapti. Kunduzda ko'ylaklar endi oshdi mana. Qanchadan dedingiz? 100 mingga 3 ta dedingizmi? Yangi yo'qlar? 3 tadan 100 mingga 3 tadan yangi kaltalar. Standartmi? Narigilar qancha? Yoni deyil. 40 ming so'mdan bular. Material nima? Selim paplin ekan. Bularimiz qancha oqiz deyil? 75 ming so'mdan 58 gacha. Bularimiz-chi? Bular 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Bular boshqa? Liyollar 55 ming bular. Keyin bularimiz qancha? 55 ming so'mdan. 50 ming so'mdan, hammasi 50 ming so'mdan ekan do'st. Mana rasvetkalar 100 ming 3 talikda. Nomeringiz nechi aka? 91lik 151 1240. Pachka olmoqchi bo'lganlar kami 10 ta bo'lsa dastlabki xizmatlar bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Donaga telefon qilamiz. Akasi so'rab telefon qilmanglar do'stlar. O'sha bozor kechqurun bo'ladi asosiy. Kunduzga ko'ylaklar ochyapti mana. Ko'ylaklarimiz kunduz ochyapti.